Assalomu alaykum ustoz. O'zim talabaman, viloyatda yashayman. Masalan, viloyatdan kelib turib, 80 kilometrdan uzoq bo'lsa, qasr namoz o'qiladi? Yo'q. Eng kami 96-98. 96-98 bo'lsa, 14 kun qasr o'qilib, keyin muqim o'qiladi, to'g'rimi? Yo'q. O'sha haqida batafsil so'ramoqchi edim. Xo'p, demak, boshlanishi 96-98 deyiladi. Bu ham ixtilofli masala. 120 bo'lsa, keyin ittifoq bo'ladi. 120 dan nariyoqga bemalol qasr o'qisangiz bo'laveradi. Hamma ulamolar ittifoq qilishadi. Lekin 100 ga ham ixtilof bor. Ba'zi ulamolar 100 bo'lmaydi deyshadi. Shuning uchun uyingizdan tortib to safarga chiqqan joyingizgacha 100 kilometrdan ortiq masofa bo'ladigan bo'lsa, 15 kundan ortiq turishni niyat qilsangiz, yo'lda qasr o'qiysiz, kelganingizdan keyin esa muqim o'qishni boshlaysiz, to'g'ri o'qishni boshlaysiz. Ammo 15 kundan oz muddat, masalan 2 haftani niyat qilib keldingiz. 2 haftagacha ham qasr o'qib yuraverasiz. Keyin safaringiz cho'zilib ketib qoldi. Qancha cho'zilishini bilmaysiz. Qasr o'qib yuraverasiz, 1 yil qolib ketsangiz ham. To endi shu yerda qolaman deb niyat qilmaguningizgacha 1 yilmi, 10 yilmi qasr o'qib yuraverasiz. Niyatingiz muqimlikni bo'lmagungacha. Tushunarlimi? Masalan, o'sha talabalar mana masalan keladi, niyat aniq bo'lmaydi, qachon ketishi va shu 14 kundan muqim o'qiydi. Men o'z uyga tez-tez borib kelaman-da, uyim o'zi 120 kilometr nariroqda-da. Uyga lekin niyatim bo'lmaydi menda. Qachon borib kelish, uyga zarur bo'lsa boraman-da. O'shada qanday o'qilaman? Uyingizdan kelayotganda nima deb niyat qilib kelasiz? Uyimda zarurat bo'lsa keyin kelaman deb niyat. Yo'q, zarur yo'q. Masalan, hozir uydan kelyapsiz, ota-onangiz, "Bolam qachon kelasan?" desa, "Bir haftadan keyin kelaman." yoki o'z niyatingizda bo'ladi, 10 kundan keyin kelaman, 15 kundan keyin kelaman degan bir qasdingiz bo'ladi-ku. Ana shu qasdingiz o'sha niyat bo'ladi. Tushunarli? Agar o'sha qasdingiz 1 oyda kelaman deb yoki 15 kunda kelaman deb kelgan bo'lsangiz Toshkentga yetib kelguningizgacha qasr o'qiysiz, kelganingizdan keyin Toshkentda to'liq o'qib yuraverasiz. Agar bordi-yu, zarurat bo'lsa qaytib kelaman deb kelsangiz, noma'lum niyat bo'ladi, qasr o'qib yuraverasiz unda. Niyatingiz to'liq bo'lmaganligi uchun qasr o'qib yuraverasiz, tamom, qancha qolib ketsangiz ham. Shuning uchun doimiy holatda qasd qilish kerak. Uyingizdan Toshkentga kelyapsizmi, talabasiz? Qancha bo'lasiz? 2 haftami, 3 haftami, 1 oymi? Qasd qilib keling. Aytaylik 15 kunda qasd qilib keldingiz, keyin muqim o'qiyapsiz. 2 kundan keyin ish chiqib qoldi. Qaytib ketaverdingiz. Ketaverasiz bemalol. Hech narsa qilmaydi. Borib kelaverasiz. Kelyotib yana niyat qilib kelishingiz kerak keyin, necha kun bo'lishlikni.